Assalomu alaykum, sevimli azizlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turyapsizlar? Biz o'qiyotgan Qiyatik ovchining ohuzlari degan kitobni o'qishni davomlashtiramiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shaxonovning suhbatlari asosida yozilgan kitob. Biz kitobning 5-bobini o'qidik. Buning asosliq tabiatni qo'g'dash haqidagi tashabbuslar o'tirib qo'yildi. Hozir shu o'qishni davomlashtiramiz. Shaxonov Ulug' Solkovskiyning "Odamlarning sababidan yer shari tez qerib ketdi" deganida cho'ng bir sir bor. Yaqinda bir chet el matbuotidan har qanday odamni o'yga soladigan bir qiziq voqeani o'qidim. Beliqlar qiziqquchi 26 yoshli Frank Charni daryo qinidan belijon tutib olib, uydagi suv sandiqida boqqan. Oradan bir yil o'tganda pulagandek ezilib cho'ngaygan beliqqa suv sandiqi tarliq qilib, beliq uzish u yoqda tursin, hatto burilanmagan. Biroq kutilishi yaxshi, qo'rsiq to'q bo'lgan. Hatto egisi ikkisi birga televizor ko'rgan. Keyin balani Frankning qiydab qolgan so'ygini topgan. U Frankdan o'chilish uchun hayvonlarning huquqini qo'g'dovchi Edvin Krankqa beliq nomidan arz qilgan. Tekshirish jarayonida Frank jinoyatchi deb qarilib 5 soat turmaga qamalgan. Iqtisodiy jihatdan ko'p jarimani to'lab, aran deganda qutulgan. 5 soatmi turma hisoblanadi, shundaymi? Mana bu erkinlikning ta'mi. 5 soat emas, 5 sekundmi? Cho'ng narsa. Biz hamda to'xtamay turmadagi yashab kelgandikan hayotda. Men bundaq rayimsizlikni tunji qatim ko'rishim deb yoqsin tutadi hayvonlarning huquqini qo'g'diqchi Krank. Sizni medirlatmay to'nga o'rab qo'ysa qandaq sezimda bo'ladingiz? Beliqning sezimini yo'q deb kim aytadi? Yana texi uni baxtsiz qilishga qandaq huquqingiz bor? Frankqa buningdanmi ig'ir chora ko'rish kerak edi? Aytmatov, Oltayning bir yerlik oilasining og'zidan mundaq bir hikoyani anglagan edim. Tog' etikini bo'ylab o'sadigan malina bilan jigda, olma bilan omut pishdimi bo'ldi. Shaharliklar yiliq yem-yemishlarni yig'ilish uchun to'p-to'pi bilan oqar ekan. Tinch kirib tinch kelsa bir nuri. Mevlik daraxt ko'chatlarini dastlab, chaylab, shoxlarni sundirib, kechalari lovuldatib, o't yoqib, aroq ichib, tog'ni beshiq kiyib, naqsh to'lab, shu yerdagi ovotliqning hammasini zeriktiribdi. Yeydigan mazillik yemikidan ayrilib, besramjon bo'lganligidan g'azablangan eyiqlar bir yo'lida tog'dan tushib kishilarni tosh etib qo'g'lab, mashinalarni og'dirib cho'qan so'ran sapdi. Erkinlashib ketgan shaharliklar shuningdan keyin ozroq bo'lsin o'ylanib qolgan bo'lsa kerak. Shaxonov Qarayog'ashning bir shix sunsa o'z qovug'isi qaraydigan chet eldagi ba'zilar suv sandiqidagi beliqqa ish chaqirib qaqshavatganda biz Orol dengizida yashaydigan beliqlarning 34 turidan ayrilib qoldik. Men bu yerda sizga qo'lda bor oltinning qadri yo'q demoqchi. Qaysi bir mamlakatda kiyikning go'shtini atvolab mehmonga tansuq taomlar qatori bo'lishchi tatdiganligini aytgan edingiz. 1988-yil To'rg'ay rayonida 1 milliondek kiyik qirilib ketdi. Bu Shamay atom yadro qurollari sinoq maydonidagi sinoqning zinimi yoki shu chog'larda Orol dengizining o'ttirisida ko'rkayim otliq bakteriyalik qurollarning yo'shirin turdagi sinoq markazi bor edi. Shu mahkamaning ijodiyatga yetishganligimi, aytavur bu jon qayg'uchi zo'r fojiaga javobgar yoki gunohliq bir kishi tepilmadi. G'ovg'a ko'tarib taraf-tarafga erzish shikoyatnomalarni qor yomg'irdak yog'dirdik. Masalan, men o'zim xalqaroliq Orol Osiyo Qozog'iston tashkiliy komitetining mas'uli. Sovet ittifoqining xalq vakili qatorida Sovet ittifoqi rais jumhuri Gorbachev, mudofaa ministri Ziyazov va sayya ministri qatorliqlar bilan ayrim-ayrim ko'rishib bu tragediyani tekshirishni talab qilgan xat topshirdim. Ushtumtut paydo bo'lgan qo'ygan diagnozning ismini unutdim. Yuqumliq kasal ekan. Keyin Sovet ittifoqi parchalandi-da. Yepiq qozon, yepiq beti chiqoldi. Bu yerdagi atom sinoq nimasi kelgan vaqtida bizniki vatanda bakchiq sinoq qilindi. Lopnurda, Taklamakonda buning ta'sirini butun xalqimiz tatdi. Bu shu Xotan tarafdagi to'pchang yog'digan ahvolning ig'irlab qelishi, Xotandek uzun umr ko'rish cho'lponlar chiqadigan bir yerdagi kishilarninki yana kep Xotanda bir tibobat an'anasi bor. Kishilar nima issiq, nima sovuq, mizozini tanglab turib yeyishni biladigan, o'zini kutishni biladigan bir tuproqda nurg'unlagan g'alati odamning ismini anglab boqmagan kasallarninki ko'plab ketishi. Bu yerda boshqa yerlardami bor, lekin
Mayada da'vatqinimiz hamda Xotanni o'rnak ilib, hem Ataklimakonga yaqin bo'lg'achqa shuningga da'vatiman. Buvoqlarning g'ayri tug'ilib qelishi, turli kasalliklarning ko'plab ketishi buningki ziyni. Bu yolg'iz buninglik bilan qolmaydi. Bu gen o'zgarishi yoki bo'lmasa bu xil ziyonlar irsiyat orqaliqmi o'tib ketadichu. Shuningdek Uyg'urlarnikini qarab baqsaq, bumi maxsus bir tadqiqot temasi bo'lishi kerak. Masalan, oddiysi Uyg'urlarning bo'y egizligi qandoq? O'sha 50 yil ichida bo'y egizligida o'zgarish bo'ldimi? Gerçi hozirgidek undaq har xil yangi tomoqlarni yemisimi, ammo masalan ocharchilikda qoldi degan davrlardimi Uyg'urlarning o'rtacha bo'y egizligi masalan Xitoyga boqqanda egiz. Ammo hozir endi bu bo'yninki egizligi, kishilarning salomatligi, o'rtacha yosh umri, qerilish yosh chegarasi, masalan 40 yoshga kiriblam. Bu qerilish yosh chegarasi deganda ba'zi kasalliklarni kishilar normalda 50 yoshdan keyin bo'ldi. Masalan, ba'zi ayollar kasalliklari bo'ldi. 40 yoshdan keyin tekshiramiz. 40 yoshdan burun bunda bo'lish xavfi bo'lmaydi degandek ma'lum bir yosh chegarasini belgilab qo'ygan bo'ldi-chu. Shunga o'xshash normalda qon besimlar 50 yoshdan keyin yoki bunday kasallar 60 yoshdan keyin ko'p ko'rildi degandek bu xil nimasi bo'ldi-ku. Shuningga masalan bizningki qerilishib ketishimiz 40 yoshga chiqib qoldimi, 50 yoshga chiqib qoldimi qandoq? Bu sog'lomlik va salomatlik masalasi mundaqlam odam hayot turib tik manslam emas. Bu bir cho'ng tadqiqot temasi qilinishi tegishli. Uningdagi masalan tuyuqsiz o'limlarning ko'payib ketishi, yurak kasalininki bag'on siri yoshlar orasiga taqilib ketishi, buning sabablari bu narsalar tekshirilishi kerak. Aytmatov bizning davrimizdagi g'o'ja yoshlar nihoyatda murakkablashib, quvlashib ketdi-da. Ular o'ng'ayliqcha quyrug'ini tutqizmaydi. Shaxanov Narasiyat vaqtida bo'ri o'g'irlab ekitib, bo'ri beqib cho'nqigan Jumayev otliq yigit bilan televiziyada suhbat bo'ldi. Aslida uzun yil tishi bo'rining qo'ynida bo'ri kuchuklari bilan birga yurib, xilal yavoylashib ketgan Jumani ovchilar tasodifiy ko'rib qopti-da, uni qo'g'lab yurib, sim to'g'riga so'lib tutgan ekan. Kishilar to'g'ri so'lib olganda onam xavf xatariga qaramay meni qutqizib olish uchun jon jahli bilan urindi. Bu yerda onam da'vatqani bo'rini ko'zitdi. To'rni tishlaganicha sarosimga tushdi. Hattangay ovchilar aytyapti, bo'rilarning orasida yurib hech bir yomonlik ko'rgan emasman. Ular nihoyatda odil, ammo bu odamlardan unda g'amxo'rlikni oz uchratdim degan edi Juma o'z so'zida. Qiyomat romaningizda bo'rilar salmoqli o'rin oladi. Aytmatov Axbara bilan Toshchaynarni yozishdan burun bo'rining yashash alayliklarini tadqiq qildim. Ko'plagan donglik asarlarni o'qidim. Umuman olganda bo'rining yashash odati haqiqatan tartibli ham qiziqarli. Men Aytmatov esa mol doktorlikda o'qigan. Shunaqa? Masalan, bo'ri o'z egilib olgan yerning mollariga qish qattiq bo'lib, nihoyat och qolmasa tegmaydi. O'zidan boshqa bo'rilarni yo'latmay qo'g'dab turdi. Bo'rilar to'pi kechalari navbatlashib o'zlarining egilagan vatanini astoydil tekshirib, har bir yerga siyib, tezaklab, bir iz bilan tez yugurib ko'zatchilik qiladi. Bundaq ko'zatchilik bo'libmi, tishi bo'ri kuchuklaganda texim kuchayib, yot bo'ri to'plar kirib kelsa, darhol qo'g'lab chiqardi. Chunki molni yeb yoki yorlantirib qo'ysa, molning egisi bulardan ko'rib, amdila maydasini yerdan ko'targan bo'ri kuchuklarga ziyon soladi deb o'ylaydi. Ko'rdingmi? Yirtqichlarning o'zlik logikasini. Shaxanov bola vaqtimda anglagan bir hikoya faqat esimdan chiqmaydi. Bir podachining qo'rg'isining yenida tishi bo'ri kuchuklaydi. Qo'y haydab kelgan podachining bulog'i, bo'rilarning uningga ziyni yo'q, tinchlikda birga yashaverdi. Bo'ri kuchuklarini olamiz deb ovul yigitlari kelgani bilanmi podachi ularni yo'latmaydi. Dunyoda kuchukini oldirib qo'ygan bo'ridan ichinishli hayvon yo'q. Atislar qo'ylarni bo'g'otishi mumkin. Bo'ri kuchuklarining otasi bilan onasimi qo'shnisining qo'rg'isiga boshqa yotlarni yo'latmay sirtda mudofaa qilib turdi. Shu vaqtda mundaq bir ish yuz berdi. Ma bo'ri nima yegandi? Nima yegandi? Ya odam boshqa go'sht septirib boqqanmidi qanday bo'lgandi deb shuni o'ylayaptiman hozir. O'nkir og'ziga chiqib oftobda o'ynaydigan bo'ri kuchuklari bir oq qo'zini bexastalikdan o'ltirib qo'ydi. Uni podachimi ko'rdi.
Әтіс қандай қылды екен деп байқап жүрсе, qorusida bo'ynida yipi bor notanish bir oq qo'zi paydo bo'lib qopti. Qiziqarliqqa qarang, kuchuklarning qiliqlariga izoh tortgan bo'rilar shu kechasi qo'shni ovulning qo'rusiga berib, heliqi oq qo'zini o'g'irlab kelgan ekan. Bolam o'tirib qo'ydi, qo'zangni to'lab beray deb, xalqninki qotiniga kirib o'g'irlab bu bo'rilar. Ma o'zining egisi deb qo'yaylik, bu odamga gapirdi ekanda. Aytmatov. Tuyoq o'rniga tuyoq degani-ku bu. Hayvanlar dünyası bunda qiziq voqealar oz emas. Eng yomoni bizning hayvonga hayvon deb qaraydiganligimiz, ularning ichki dunyosiga berilib nazar solmaganligimiz. Shaxonov. Sovet hukumati vaqtida tabiatga hammasila bizningki nima qilsak o'z erkinligimiz degan psixika bilan qaradik. Biz qanchalik ham to'liq bo'lmagan ma'lumotga nazar soladigan bo'lsak, oxirgi 90 yil ichida faqat Olmaota shahri bilan uning atrofidagi rayonlarda tol teraklar, keng yopirmoqli o'simliklar 57% kamayib ketadi. Mushu 7-8 yildan beri o'sayotgan bir terak kuniga atrofiga 30 kilogramm oksigen chiqarsa, bu ikki kishining bir kun nafaslanish uchun yetadigan sapova ekan. Demak, biz tabiatni quritish orqali o'z hayotimizga paltiryapmiz. Suv, havo, tuproq bizning qimmatli boyligimiz. Mushu uchun o'rtasidagi biologiyalik munosabat buzilsa, hayotlik zavolliqqa yuz tutadi. Bir hücrəlik canlıqdan kitlağıca, oddiy suv yo'sinlaridan qarag'ayliq o'rmongacha, yer yuzidagi mushulardan quvvat oladigan turli xarakterdagi 2-4 qutb bo'lmish jon egalari xoslikni o'zgartirish orqali psixologik kasalliklarga mubtalo bo'ladi. Ilgirki xoslikni tabiiy taraqqiy qilish qilibini yo'qotgan holda Chernobil yadro ofatlariga o'xshash yalmozlar hayotligiga aralashadi. Biz kichik vaqtimizda diqqat qilsak, tabiatni bo'ysundirish, insonlar hammaga qodir, ular tabiatni bo'ysundirdi. Yani hayvanlarni ko'ndirishdan tortib, mushtadiriy taraqqiyot nazariyasini so'zlab kelsa, tabiatni bo'ysundirish deydigan bu yaqin asos o'rinda turadi. Vatanda biz o'qigan ma'rifda. Undan keyingi vaqtlarda shu bir shuar o'tirg'i chiqdi. Yani inoq jamiyat barpo qilish degani. Bu yerdagi inoq jamiyat deganda ekologiya, ya'ni insonlar bilan tabiat o'zaro bir-biri bilan aloqadagi aplashib o'tadigan, deydigan narsani o'tirg'i chiqadi. Bu bunda kültürü bo'lmagan shu Xitoylarninki undaq nemisida, lekin bizningki Uyg'urlarning madaniyatida, Uyg'urlarning tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu xil tabiat bilan, masalan, shundaq bir vatanimizningki nurg'un yerlari qurg'oq, suv kamchil, ammo biz cho'lni bo'ston qilib, shu bo'stonliqlarni yashartib, shu qumliqlarning ichida yana necha asrlab tik yashab kelgan. Buningdagi sabab shu. Shu ko'chat tikish an'anasi bizda nurg'un nimalarda bor. Masalan, bir kimning bolasi tug'ilgan bo'lsa, bular u bolasiga atab terak tikidi. Ya'ni ko'chatlarni tikidi. Ularga bog' bino qiladi. Bu bog'lardagi ko'chatlar cho'ng'ilab, bolasi bir to'y qilgandek o'g'richa meva ichirib yo'g'nab qoladi. Qolgan daraklar bolasiga uy sog'idek bo'lib qoladi. Masalan, bu yana bir tayyorlik qismini deb turaylik. Hargiz mana vaqt kelibdiki, bolam cho'ng'ildi kesirtay emas, hozirdan boshlab ashuni tayyorligini qildi. Uningdan keyin bir masalan shu yo'llarning bo'yiga yoki eshikning oldisiga mevalik daraxtlarni tikidi. Yo'ldan o'tgan kechganlar buning mevasini yesa, ashuni tikkuchining gunohi saqit bo'ladi deb qaraydi. Masalan, bu vaqtda mana bir hikoya bor. Qashqar Konishar noyasining Opal yesininki Mollanbeg'i kenti. Mollanbeg'i kenti degan shu Mahmud Qashqarning qabrisi bor kent shu. 5-dadi deymiz. 5-kent shu. Mahmud Qashqarning qabrisiga chiqqichi bo'lgan oraliqda, hamda hozir qanday bilmayman. 2-3 kilometrdek yo'l, ikki tarafi michchida ujmi darxi va bu ujmi darxining har birisi quchoq yetmagidek bek yo'g'on. Necha 100 yillik tarixga ega daraxtlar bo'lishi mumkin. Mushular haqida menda bir rivoyat anglagan. Burungi zamonda shu yurtda noiti boy bir savdogar odam o'tgan ekanda, bu savdogar odam shu to'y qilib bir 2 joylardan keyin ayolining bo'yida qoldi ekan. Lekin bu odam savdo ishi bilan boshqa bir yurtga ketib, qanday bo'lgan, u yerda uzun yil turib qoladi ekan, bir 15-20 yillardek turib qoldi ekan. Turib qolib, bu yana qaytadan mushtaq cho'gilab amdi. Kep shu yurtga kelam degan yoki shu bir yerga kelam degan amdi kep
o qaytadan bir şu yetim qalgan bir qız balany hamda 5-nji sylgaç emrige gelip toy qilmoqchi boldy ekende. Toy qilar eken we toy akşam hem bu qız balanyň şu soraýdy eken. Sorap alaqy meselen qandaq hamda hikayet hamda o toydan burun nimişik sormagan degendek bu ýerde ilaqydek gepler çykmasyn boldy. Çöçek bolgan eken. Bu edem bu özü nikahyga algan kıznyň özüniň kız ekenligini bilip gapdy. Aşu soda kygylçy ketgen wagtyda aýaly hamyldar gapdyken we bu tugdy eken, keyin ýoldaşa şundaq bir syrtda bir talapet uçuramdy ýa kanda boldy bir çykdyp uzun ýyllardan keyin gaýtyp kep bu kız balanyňky apsy gep gitip öz aşdaq nim kılgan wagtda bek çyraýlyk kız bal eken. Bu edem o kadar emdi aşındaq yürekni jitiretgidek şıglap par kygdyk. Naýdy töwe kılıp emdi şu jüt aksakallardan ýeneňe baram deken soragan wagtyda töwe kıygan bolsaň ýaxşy bopdy dep şu kançaky jykdy kelsaň dindiken ýa-ki 1000 tüp üjüm köçüti tikseň şu her qetim üjümi ýyktylgany seniň gunalaryň mähbiret boldy demdiki. Şunuň bilen aş edem aş ýolunyň iki tarapy uzundan uzun köçet, üjüm köçeti tikkenmiş. Bu esirler, yüzyıllar ötüp bugünkü gündeki aşı köçetler şumiş. Dep anlaganmy ýa işte riwayet, efsaneler degende okuganmy. Yani bizde bu köçet tikiş, tabiatni qoğdaş, hayvanlarga köňül böliş, qoğdaş kan qynymyzga siňip ketken. Batyrlykyň ýeninde muhabbet, jasaratnyň ýeninde küýünüş taň bille mevjud bolup duralgan. Aýtmatow. Peslik medpuatlarda talay golgoly gozulgan iki waka ýyllar össümi hiç ýadymdan çykadygandek emas. Krasnoýar raýonunda ýaşaýdygan bir dehqan aýal küz aýlarynda ormanlykdan terbilip kelgen eşek mädiki, ýani mogony. Mogon eşek mädiki diýdikenmiz. Kaşgal qalpak diýdik. O qalpak degeni dikimde ýogan bolatdy da, müşde daraxtlaryň ýynda. Hazır hem onuň ýamanjak türleri çykepdi go. Onu biz ýemeýdik. Onu hemde eşek mädik. Çini ýediş silip, tuzlap, kışda ýeşikde saklap goýdy. Ýaz kirgende üý astydaky oradan çykkan puraknyň burun içi turgan purkyny sizip töweňe düşse, Huda saklasun, göz aldyda pompiýip esip ketgen bir ýalmawuz turgan. Ýylyk puty bilen itirişi bilalla biçara aýalynyň janpyny çykyp gattyk wakyrypdy. Kapgandek kysyp gajagan bala ýapetdim putyny aran ajyrtyp algan. 5 barmagynyň göşü ýok, pakat şaldyrylgan soňky kalgan. Burunmy kiyim uçurmagan ma'lum şekli, çoňlugy bolmagan ýalmawuzni alymlar tadqiq kılıp görüp, radioaktiv nurlarning eşek mädikiga siňişiden ýetip çykkan afet eken degen ýekünni çykargan. Kündün günüge çoňuýup, tabii özügiçilişip, tömür bilen betonyň gattyk nersi kömey ýalmap ketipatgan afetlerni ýoktuş zor mesele bolup durmakda. Muşunga okşaş ýene bir esir ýalmawuzy Bermuda araladymy ýetişip çykkan. Deňiz okean süýde ýaşaýdygan uzunlygy aran 40 santimetrlik medozynyň etrapga ilip kelýän häwplik canlylykka aýlanşyda qandaq sirler ýoşuryngan? Garaýdygan bolsak, bir wagtlardaky Sowet hökümetiniň ýadroluk gural orunlaşdyrylgan suwast paraxoty aşu Bermuda etrapyda buzulup galyp, suwga zor mikdarda radioaktivlik ziýanlyk moddalar tökülüp ketgen. Medoza şunuň sebäbinden tez çoňuýup afetge aýlangan. Uzunlygy 60 metrge ýetgen. 40 santidan 1000 hässelep degen gepde o. Öz wagtyda o belik bilen deňiz delfinlerini közge almay uçurap galgan qyýyk bilen kiçikirek paraxotlar hujum kılgan. Bedeniň hemme ýerinden özüp çykkan kyzyguç kök qollary tegip ketgen, ýani küýdürip uçurganly haýatlykka zähri bilen ölüme kelgen. Bir neçe ýylda 20-30 deňizçi qurbonlygy aýlanyp, bu qara apetniň sany tez köpüýüp 2-ge ýetipdi. Şamal gatdarak arganlasa töwdün üzülüp ketadigan jansyz eşek mädigi bilen kuwatsiz okean medozasy radioaktiv moddalar bilen aralaşgandan keyin adam balasyga ýeň häwp ekleýärdi. Egerde ýer ýüzündeki şir, pil, timsak yoki bolmasa sudaki kit bilen akulaga okşaş heýbetlik canlyklar apetge aýlansy üçin bularnyň kölemi, etrapydakiler yetkizýän ziýan zähmet kançylyk bolar? Mutafakkur Solkovskining kişiler tabiatga hujum başlap boldy. Emdiki hujumny kişiler tabiatdan kütüdi degen sözi haqiqatga aýlanyp atganlygy aql egelerini çoňqur oýak salyşga tegişlik.
Chunki keyingi yillar ba'zi bir olimlar yer yuzidagi hayotlikni bizdan burun 4 qatim qaytalangan degan yangi farazga kelmoqda. Buningga ishonsak, hayotlikning hammasi dastlabki yetaverish, ikkinchisi qonliq qirg'indan, uchinchisi alomat qurollarning kasofatidan, oxirida to'pon balosini yo'q qilib tugashgan. Mushularning hammasida gunoh odamlarning ro'yi ozg'unligi, nafsoniyatchiligi, imonsizligi va tabiatni vayron qilishi ekan. Mana, masala nega taqaldi? 5-chi hayotlik egisi biz kelgusida yer sharini omon eson saqlab qola olamizmi? Yo'q. Oldimizdagi masala mushu bo'lyotdi. Agar kishilar tabiatga bir-biriga bo'lgan muomalasini endi o'zgartmaydigan, qiyomatni yonar tog'dan topamiz deyishidi. Xudo o'zi saqlasin degina. Xalqimizda oxir zamon bo'lishining oldida yer ostidan yerilib chiqadi degan so'z bor emasmi? Xudo aytadi: "Men odam bolasiga hammani berdim, faqat niyatini o'ziga qoldirdim" deb. Rost shundoq. Barliq masala shu niyat payliga bog'lanishliq. Biz ro'yi jihatdan ozod bo'lmay turib, hech qanday natijaga qo'l yetkazolmaymiz. Ilg'or madaniyat tabiatning dushmani deyishidi. Yo'q, undaq desak yengilishimiz. Eng bosh gunohkor o'zi yaratgan shu madaniyat bilan aql idrikini, farosatini birlashtira olmagan odamlar. Hatto boshqasini aytmasaqmi, ko'pchiligimizning bahor mezgillarida tuproqqa bir atal ko'chat sanjib qo'yishga cho'limiz tegdimi? Yo'q. Buningdanmi kichkina misollarni izlasangmi, topolmaysan. Shaxonov: har bir odam yurak parasiga yaxshi ko'rgan kishisiga atab daldiroq qo'ysa, ko'chat tiksa nima degan loyiqada ish-a? Hattan ashundoq asl odatlar bizda asli bor edi. Keyincha tashviq qilinmay keldi. Ayni chog'da biz bir to'p elchilar Güzel maydonda bir tup ko'chat tikdik. Kelgusida uning tepilg'usiz xotiraga aylanadiganligi cho'qim. Bir qiziqish shu bo'ldi. Shanbalikda Qirg'izning xosiyatli tuproqida ko'z ochgan, o'zingiz kindik atilib ismini qo'ygan qizingiz Oychurukka atab bir tup ko'chat tikdim. Ikkisi birdek ko'kilsin deb ichimda tiladim. Shundoq. Bizning yer onaning oldidagi farzandlik burchimiz bir tup daraxt qo'yish bilan oqlanmas. Biroq vafodorlikmi kichikina mehribonlikdan boshlandi-da. Shundaqdimi havoga turli ximiyalik gaz, chang-to'zon birikmalari bilan chechilgan ziyonliq nurlarning qo'shilishimi yer yuzida burun ko'rilib boqmagan xatarlarni keltirmoqda. Dunyoda jon soni milliondan oshgan shaharlarda havoning bulg'anishi shunchalik darajadaki, dunyo sog'liqni saqlash jamiyati kichik bolalar 8 yoshgacha undaq muhit o'sib tarbiyalanishga bo'lmaydi degan yakunga kelmoqda. Shu qatordagi shaharlarning ichida Olmatami bor. Aytmatov: 13 milliondan ortiq aholisi bor Tokio shahri buningdan 30 necha yil burun havoning bulg'anishidan zo'r qiyinchiliklarga yo'liqqanligi esimda. Shahar uylarining zid joylashganligi, ishlab chiqarish, ishxona mahkamalarining, zavod bilan fabrikalarning hisobsiz ko'pligi, mashina avtobuslarning qatorlashib kun-tun hech bir to'xtamay eqib turishi ulug' madaniyat bilan ilg'or texnikaning dangliq markazini bechora ahvolga tushirib qo'ygan. Hatto aholining bir qismi ko'krak kirib erkin nafas ololmay, sap havo to'ldirilgan bosh kiyim kiyishga majbur bo'lishgan. Aslida emgakchan yaponlar bu azobdan qanday qutuldi degani, eng oldi bilan markaziy shaharning boshliqlik o'rniga musobaqa e'lon qilgan. Asos sharti kim havoni butunlay tozalashning oldingi planini sunsa, u shaharning hokim bo'lsin deydi. Shuning bilan sonsiz talabkor orasidan parlab chiqqan, ilmiy tanlashda yengib chiqqan azamat huquqdorlik o'rniga o'ltirdi. U o'zining bergan va'dasiga yarasha Tokioni 6 oy ichida dunyodagi eng pokiz shaharlar qatoriga qo'shdi. Ashunda qattiq musobaqada tanlangan yangilik yaratquchi ham jigarlik boshchi, taraqqiyotning markaziga aylangan har qanday shaharga ortiqlik qilmas. Biz mashta tanlab kelsak, manda qilganda miyaga boshliq qilamiz, manda qilsam miyaga ministr qilamiz deb. Xudoyim buyursa biz butun yana temir sug'urish va yana nurg'un texnikalar chiqadigan ishda texnikalar bilan yechil yaga aylantiramiz. Shutlarning orasidagi saylar bor, ishda saylarning hammasini. Bugungi o'qishimiz mushakcha bo'lsin. Davomida o'qiymiz. Allohga omonat.